بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ko'plab kitoblarni boshida kelgan hadis, Imom Buxoriyni ham kitobini eng boshida kelgan hadis yuqorida aytilgan hadis. Hadisning ma'nosi barcha amallar niyatga muvofiq bo'ladi. Niyatga yarasha bo'ladi. Agar inson amal qilayotib niyatini to'g'rilasa, u amali yaxshi amallardan bo'lib hisoblansa, unda savob oladi. Hatto inson ibodatni ham niyatsiz qilsa, ya'ni Alloh uchun deb niyat qilmasa. Nimaga namoz o'qiyapsan desa, dadam aytdi. Nimaga falon ish qilyapsan desa, onam aytdi. Nima uchun falon narsani qilyapsan desa, qilmasam urar ekan, yo so'kar ekan. Ya'ni insondan qo'rqib yoki boshqa bir odat bo'lib qiladigan bo'lsa, inson savob olmaydi ekan. Inson har bir amalni qilayotganda Allohning roziligi uchun qilsa, o'sha inson amaliga savob oladi. Azizlar, mana barchamiz roza tutyapmiz. Alhamdulillah. O'rta Osiyoda taxminan ro'zamizni uzunligi soat bilan hisoblaganda 15-16 soat bo'layotgan bo'lsa, o'sha soatni ichida qilayotgan amalimiz, ya'ni ro'zamiz qabul bo'lishligi uchun niyat zarur. Boshidan niyat qilishligimiz zarur. Endi niyatni vaqti haqida qisqacha aytib o'tamiz. Niyat qilamiz ekan, lekin niyat qilayotganda qaysi mahaldan boshlab, qaysi vaqtgacha niyat qilsa bo'ladi? Albatta, tundan boshlab, arabchasi lahvatul kubra deb aytiladi. Ya'ni o'sha zuho vaqtisigacha niyat qilsa bo'ladi. Taxminan soat 10-11lar bo'lib qoladi. Shu vaqtgacha niyat qiladigan bo'lsak, bizning ro'zamiz qabul bo'ladi. Endi buni aksida yana bir inson bor. Masalan, bir odam tarovih namozini o'qidida, ham Alloh saqlasin, yotib uxlab qoldi to peshin namozigacha. Tasavvur qilaylik. Ya'ni soat 11 gacha turmadida, soat o'sha peshin namozigacha uxlab qoladigan bo'lsa, bu inson endi roza tuta olmaydi. Hech narsa yemasa ham roza tuta olmaydi. Nimaga? Niyat qiladigan vaqtdan o'tib ketdi. Kechqurungacha hech narsa yemaydi va rozaga niyat qiladigan bo'lsa, rozasi ham o'tmaydi. Bu inson Ramazon oyi tugagandan keyin, hayitdan keyin bir kun qazo qilib beradi. Agar hayotida bir marta sodir bo'lgan bo'lsa. Ya'ni niyat qiladigan o'zini vaqti bor. Keyingi masala azizlar, niyat qilayotgan vaqtda, ya'ni saharlikdan keyin niyat qilamiz. O'sha vaqtda xos bir duo bormi? Aziz birodarlar, Qur'on va sunnatni qaraydigan bo'lsak, hadisni qaraydigan bo'lsak, bu yerlarda aniq duo aytilmagan. Ha, albatta, ba'zi bir kalendarlarga saharlik duosi deb quyidagi so'zlarni yozib qo'yadi. Nawaitu an asuma sawma Ramazana khalisan lillahi ta'ala, Allohu akbar. Shu so'zlarni saharlik duosi deb biladi ba'zi bir insonlar. Yo'q azizlar, bu saharlik duosi emas. Faqatgina roza tutishlikka niyat qilyapti, shuni arabchasi. Agar siz buni yodlamagan bo'lsangiz, unda o'zingizni tilingizda, siz qaysi millatdan bo'lsangiz, o'sha o'zingizni tilingizda niyat qila olasiz. Ey Allohim, xolis sen uchun, ey Allohim, xolis sen uchun roza tutyapman deb niyat qilasiz. Shu narsa kifoya qiladi. Boyagi kalendarda yozilgan so'zlarni arabchasini o'qimasdan qiynalishni hojati ham yo'q. Sababi sunnat hadisda kelgan duo emas bo'lganligi uchun uni o'qimasangiz ham ro'zangiz qabul bo'la oladi. Alloh taolo barchalarimizni ro'zalarimizni qabul qilsin.